Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga shuni ta'kidlashni istardimki, ushbu video hayotingizning muhim bir qismiga, xususan moddiy ta'minotingizga bevosita daxldor bo'lgan yangiliklar haqida. Pensiya tizimimizda so'nggi paytlarda juda muhim o'zgarishlar e'lon qilindi va bugun aynan shu masalaga juda chuqur sho'ng'iymiz. Hozirgina e'lon qilingan yangi tafsilotlar har bir pensioner uchun qo'shimcha to'lovlar mavzusini oydinlashtirdi. Bu nafaqat muhim, balki mutlaqo zaruriy ma'lumotdir. Shuning uchun diqqatingizni bir lahzaga ham bo'shashtirmang. Agar siz o'zingiz yoki yaqinlaringiz pensiya oladigan shaxslar qatoriga kirsa, bu video siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Aynan hozir kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni kengroq auditoriyaga yetkazishga yordam beradi. Keling, kechiktirmasdan asosiy mavzuga o'taylik. Muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, barchamizga ma'lumki, pensiya tizimi doimiy ravishda rivojlanib, o'zgarib boradi. Avvallari, ya'ni bu yangi tafsilotlar e'lon qilinishidan oldin, pensiya to'lovlari asosan qat'iy belgilangan qoidalarga muvofiq amalga oshirilardi. O'rtacha pensiya miqdori, albatta, shaxsning ish staji, oylik maoshi, shuningdek, uning yoshiga qarab belgilanar edi. Har yili pensiyalar inflyatsiya darajasini hisobga olgan holda indeksatsiyalanar edi. Ya'ni uning qadri tushib ketmasligi uchun ma'lum foizga oshirib borilardi. Bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshirilardi va pensionerlarning o'zlaridan qo'shimcha harakat talab etmasdi. Odatda bu yilga bir yoki ikki marta hukumat qarori bilan amalga oshiriladigan umumiy oshirish edi. Masalan, agar inflyatsiya darajasi ambadin bo'lsa, pensiya ham shu miqdorga oshirilishi mumkin edi. Bu esa pensiya qadrini saqlab qolishga xizmat qilardi. Bu tizim bir muncha barqaror edi, lekin har doim ham hayotning kutilmagan vaziyatlariga to'liq javob bera olmasdi. Ayniqsa, global iqtisodiy o'zgarishlar yoki kutilmagan sharoitlar yuzaga kelganda, bu indeksatsiya pensionerlarning moddiy ahvolini yaxshilash uchun har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin edi. Ammo hozir vaziyat biroz boshqacha. So'nggi e'lon qilingan yangi tafsilotlar shuni ko'rsatmoqdaki, hukumat pensionerlarga qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatishga qaratilgan yanada aniq va maqsadli mexanizmlarni joriy etishga qaror qilgan. Bu shunchaki yillik indeksatsiya emas, balki aniq bir sababga ko'ra va aniq maqsadga yo'naltirilgan qo'shimcha to'lovdir. Bu to'lovni avvalgi umumiy oshirishlardan ajratib turish lozim. Chunki u barcha pensionerlarga avtomatik tarzda emas, balki ma'lum shartlar asosida va ko'pincha pensionerning o'zidan qandaydir harakat talab qilishi mumkin. Bu yangi mexanizm aynan ijtimoiy himoyani kuchaytirishga, ayniqsa muhtojlik darajasi yuqori bo'lgan yoki ayniqsa og'ir sharoitlarga tushib qolgan fuqarolarga yordam berishga qaratilgan. Bu o'zgarish nafaqat moliyaviy yordamni, balki shaffoflikni va adolatni ham oshirishga qaratilgan. Endilikda bu qo'shimcha to'lovlarni olish uchun ehtimol sizdan qandaydir ma'lumotlar taqdim etish yoki tegishli arizani topshirish talab etilishi mumkin. Bu esa bizning har birimizdan diqqatni va faollikni talab qiladi. Birinchi asosiy qism: nimani bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas keling. Endi bu qo'shimcha to'lovlar haqida yanada chuqurroq ma'lumotga ega bo'laylik. Avvalo, shuni bilishingiz kerakki, bu to'lovlar har bir pensionerga shunchaki berilmaydi. Bu to'lovlar odatda aniq maqsadga qaratilgan bo'ladi va ularni olish uchun ma'lum mezonlarga javob berish lozim. Hozirgi kunda bu qo'shimcha to'lovlar asosan aholining ijtimoiy zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, ularning turmush darajasini oshirish yoki kutilmagan iqtisodiy qiyinchiliklarni yengillashtirish maqsadida joriy etiladi. Bu to'lovlar miqdori ham turlicha bo'lishi mumkin. U qat'iy belgilangan bir miqdor bo'lishi mumkin. Masalan, har bir talabgorga 200 ming so'm yoki pensiya miqdorining ma'lum bir foizi sifatida hisoblanishi mumkin. Ba'zan esa bu to'lovlar pensionerning oilaviy ahvoli, sog'lig'i yoki yashash sharoitiga bog'liq bo'ladi. Kim tashvishlanishi kerak? Albatta, avvalo o'zining moddiy ahvoli yaxshilanishiga umid qilayotgan har bir pensioner tashvishlanishi kerak. Agar sizning pensiyangiz minimal darajada bo'lsa, siz yolg'iz yashasangiz yoki sog'lig'ingiz bilan bog'liq jiddiy muammolar mavjud bo'lsa, yoki oilangizda nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lsa, siz ushbu to'lovlar uchun asosiy nomzodlardan biri bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, agar siz ilgari hech qanday qo'shimcha ijtimoiy yordam olmagan bo'lsangiz, lekin hayotingizda moddiy qiyinchiliklar yuzaga kelgan bo'lsa, siz ham ushbu imkoniyatni ko'rib chiqishingiz kerak. Bu to'lovlar
Ayniqsa iqtisodiy qiyinchiliklar davrida aholining himoyasiz qatlamlarini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan. Kimga tashvishlanishga hojat yo'q. Agar sizning pensiyangiz allaqachon yuqori darajada bo'lsa va sizda moddiy ahvolingizni yaxshilash uchun qo'shimcha ehtiyoj bo'lmasa yoki siz allaqachon davlatdan boshqa turdagi sezilarli ijtimoiy yordam olib turgan bo'lsangiz, bu yangi qo'shimcha to'lovlar sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, ba'zi hollarda agar pensioner ishlayotgan bo'lsa va uning daromadi ma'lum bir chegaradan oshsa, u ham bu to'lovdan mahrum bo'lishi mumkin. Lekin shuni esda tutish kerakki, har bir holat o'ziga xos bo'ladi va shuning uchun har bir pensioner o'z holatini diqqat bilan o'rganishi va tegishli maslahat olishi zarur. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bu tushunchani yanada aniqlashtirish uchun misol. Karimova opa, 72 yoshli nafaqaxo'r o'qituvchi. Uning pensiyasi 2 million 1 ming so'm. Karimova opa yolg'iz yashaydi va oyga 1 million 500 ming so'mga yaqin miqdorda dori-darmonlarga pul sarflaydi. Uning pensiyasi inflyatsiya hisobiga oshirilsa-da, bu dorilar narxi o'sib borishi bilan unga yetarli emas. Yangi e'lon qilingan qo'shimcha to'lovlar Karimova opa kabi og'ir sharoitdagi pensionerlarga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Agar qo'shimcha to'lov eng kam pensiya oluvchi va yolg'iz yashovchi pensionerlarga 500 ming so'mdan deb belgilangan bo'lsa, Karimova opa bu imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Bu uning dori-darmon xarajatlarini qoplashga yordam beradi. Bunday holda u pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilishi va yolg'iz yashashini hamda dori-darmonlarga bo'lgan ehtiyojini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishi talab qilinadi. Bu qo'shimcha yordam uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Unga o'z sog'lig'iga ko'proq e'tibor qaratish imkonini beradi. Ikki misol. Aliyev aka 38 yoshli sobiq zavod ishchisi. Uning pensiyasi 2 million 800 ming so'm. Uning 2 nafar nogironligi bo'lgan nabrasi bor. Ular Aliyev aka bilan birga yashaydilar va ularning parvarishi boboning zimmasida. Uning pensiyasi umumiy xarajatlarni qoplashga zo'rg'a yetadi, ayniqsa nabralarning parvarishi va davolanishi bilan bog'liq xarajatlar sababli. Agar yangi qo'shimcha to'lov oilasida nogironligi bo'lgan shaxslarni parvarish qilayotgan pensiyalarga har bir bunday shaxs uchun 2 ming so'm miqdorida deb e'lon qilingan bo'lsa, Aliyev aka 500 ming so'm qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin 2 nabrasi uchun. Bu uning oilasiga katta yordam bo'ladi. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, nabiralarining nogironligi to'g'risidagi hujjatlarni va ularning Aliyev aka bilan birga yashashini tasdiqlovchi ma'lumotnoma taqdim etish kerak bo'ladi. Bu unga nabiralarning maxsus ehtiyojlarini qondirishda yordam beradi. O'chi misol, qishloqda yashovchi Mirzayeva xola 70 yoshda. Uning pensiyasi 1 million 607 ming so'm. Uning yer uchastkasi bor va u o'z bog'ida kichik fermer xo'jaligini yuritadi. Bu esa unga qo'shimcha daromad keltiradi. Agar yangi to'lovlar shahar va qishloq aholisi o'rtasidagi farqlarni hisobga olgani holda joriy etilgan bo'lsa, masalan, qishloq joylarda yashovchi va minimal pensiya oluvchi pensionerlarga 200 ming so'm deb belgilangan bo'lsa, Mirzayeva xola ham bu to'lovga da'vogar bo'lishi mumkin. Lekin agar bu to'lovlar faqat daromadi belgilangan miqdordan oshmaydigan pensionerlarga berilsa, Mirzayeva xolaning qo'shimcha daromadi uning bu to'lovdan mahrum bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu yerda aniq qoidalarni bilish muhim. U o'zining daromadlari haqida to'liq ma'lumot berish kerak. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, har bir holat individual ko'rib chiqiladi va to'lovlar shaxsiy sharoitlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu to'lovlar asosan ijtimoiy adolatni ta'minlash va eng muhtoj qatlamlarga yordam berish uchun mo'ljallangan. Ularni olish uchun nafaqat ehtiyojmandlikni tasdiqlovchi, balki ba'zi hollarda turli xil ma'lumotnomalar va hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bu masala bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun tegishli idoralarga murojaat qilish juda muhimdir. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qoida bo'lgani kabi bu qo'shimcha pensiya to'lovlari borasida ham istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va bir qarashda aniq ko'rinmaydigan nuanslar mavjud. Ularni bilish sizga jarayonni tushunishda va ehtimoliy muammolardan qochishda yordam beradi. Qoidalardan istisnolar 1. Ishlovchi pensionerlar. Ko'pgina mamlakatlarda, jumladan bizda ham, agar pensioner ishlayotgan bo'lsa va uning ish haqi ma'lum bir belgilangan miqdordan oshsa, u ba'zi ijtimoiy to'lovlardan, shu jumladan bu kabi qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishi mumkin.
Buning sababi shundaki, davlat yordami asosan unga ko'proq muhtoj bo'lganlarga yo'naltiriladi. Masalan, agar sizning pensiyangiz 28 million so'm bo'lsa-da, siz qo'shimcha ravishda oylik 3 million so'm daromad keltiruvchi ishlasangiz, siz ushbu qo'shimcha to'lovga mos kelmasligingiz mumkin. Boshqa ijtimoiy yordam oluvchilar, agar siz allaqachon ijtimoiy himoyaning boshqa bir turini, masalan, nogironlik nafaqasi uchun qo'shimcha to'lovlar, o'quvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa yoki boshqa biror aniq maqsadli yordamni olib turgan bo'lsangiz, bu yangi to'lovlar sizga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Ba'zan davlat tomonidan beriladigan yordamlar bir-birini takrorlamasligi uchun cheklovlar qo'yiladi. Yuqori pensiya miqdori. Agar sizning pensiya miqdoringiz belgilangan, o'rtacha yoki undan yuqori bo'lsa va sizning moddiy ahvolingiz nisbatan barqaror bo'lsa, siz ham ushbu to'lovlar doirasiga kirmasligingiz mumkin. Bu to'lovlar asosan eng kam ta'minlangan pensionerlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Tuzoqlar va noaniq nuanslar begi, hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilishi bu eng keng tarqalgan tuzoqlardan biridir. Agar sizning arizangizda yoki taqdim etilgan hujjatlarda biron bir xatolik, nomuvofiqlik yoki kamchilik bo'lsa, bu sizning arizangizni rad etilishiga yoki ko'rib chiqish muddatining cho'zilishiga olib kelishi mumkin. Masalan, bank hisob varag'i raqamini noto'g'ri kiritish, pasport ma'lumotlaridagi xatoliklar. Muddatlarga rioya qilmaslik, ba'zi qo'shimcha to'lovlar uchun ariza topshirish muddatlari belgilanishi mumkin. Agar siz bu muddatlarni o'tkazib yuborsangiz, siz ushbu to'lovni olish huquqidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun e'lonlarni va rasmiy ma'lumotlarni diqqat bilan kuzatib borish juda muhim. Yashash joyining o'zgarishi. Agar siz ariza topshirganingizdan keyin yoki to'lovlarni olayotganingizda doimiy yashash joyingizni o'zgartirsangiz, bu sizning pensiya to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin. Bu haqda tegishli pensiya jamg'armasi bo'limini darhol xabardor qilish lozim. Chunki bu to'lovlar ba'zan hududiy omillarga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Firibgarlar, afsuski, bunday vaziyatlarda firibgarlar ham faollashishi mumkin. Ular o'zlarini davlat xodimlari sifatida tanishtirib, sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank kartangiz raqamlarini, PIN kodlarini so'rashi mumkin. Hargiz shaxsiy ma'lumotlaringizni telefon orqali yoki shubhali veb saytlar orqali bermang. Rasmiy idoralarning xodimlari hech qachon telefon orqali PIN kodlaringizni yoki kartangizning to'liq raqamini so'ramaydi. 5. Ma'lumotlarning eskirganligi. Ba'zi hollarda pensionerning ma'lumotlari, masalan, oilaviy ahvoli, sog'lig'i yoki yashash sharoitlari o'zgargan bo'lishi mumkin, ammo bu haqda tegishli idoralar xabardor qilinmagan bo'ladi. Bu ham to'lovlarni olishda muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, agar sizning oilaviy ahvolingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, turmush qurgan bo'lsangiz, bu sizning ijtimoiy holatingizni o'zgartirishi va qo'shimcha to'lovga bo'lgan huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Har bir holatda eng to'g'ri yo'l bu rasmiy manbalardan, ya'ni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlaridan yoki ularning rasmiy veb saytlaridan ma'lumot olishdir. Shuningdek, ishonchli yuridik maslahatchilar bilan bog'lanish ham foydali bo'lishi mumkin. O'zingizni firibgarlardan himoya qiling va faqat rasmiy, tasdiqlangan ma'lumotlarga ishoning. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, barcha ma'lumotlarni eshitdingiz. Endi eng muhimiga o'tamiz. Bu qo'shimcha to'lovlarni olish uchun sizdan nimalar talab qilinadi va qanday qadamlar qo'yishingiz kerak? Jarayonni iloji bo'yicha sodda va tushunarli qilishga harakat qilaman. Mana siz uchun batafsil yo'riqnoma. Qayerga murojaat qilish kerak? Birinchi va asosiy manzil bu sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi. Aynan shu yerda sizning pensiya ishingiz yuritiladi va shu idora sizga tegishli qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali YDX orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Bu portal orqali ba'zi turdagi ijtimoiy yordamlarga onlayn ariza topshirish mumkin. Shu bois portalda pensiya yoki ijtimoiy yordam bo'limini tekshirib ko'ring. Ayrim banklar ham pensiya to'lovlari bo'yicha ma'lumot berishi yoki hatto ba'zi arizalarni qabul qilishi mumkin. Ammo bu pensiya jamg'armasining asosiy funksiyasi emas. Shunday bo'lsa ham, o'z pensiya kartangiz xizmat ko'rsatuvchi bankka murojaat qilib, qo'shimcha ma'lumot olish foydadan xoli bo'lmaydi. 2. Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Pasport, asl nusxasi va nusxasi.
Bu sizning shaxsiyatingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Pensiya guvohnomasi asli nusxasi va nusxasi bu sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlaydi. Bank hisob varag'i ma'lumotlari. Qo'shimcha to'lovlar sizning bank kartangizga yoki hisob varag'ingizga o'tkaziladi. Shuning uchun kartangizning raqami va bank rekvizitlari kerak bo'ladi. Oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar agar to'lovlar shu omilga bog'liq bo'lsa. Masalan, nikoh guvohnomasi agar turmush qurgan bo'lsangiz yoki vafot etgan turmush o'rtog'ining guvohnomasi agar siz boquvchisini yo'qotgan pensioner bo'lsangiz, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma agar siz yoki oila a'zolaringiz nogironligi bo'lsa, bu tibbiy mehnat ekspert komissiyasi (TMEK) xulosasi bo'ladi. Yolg'iz yashashingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma agar qo'shimcha to'lovlar yolg'iz pensionerlarga yo'naltirilgan bo'lsa, bu mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, bu soliq idorasidan yoki ish joyingizdan olinadi. Boshqa tegishli ma'lumotnomalar. Ba'zan davlatning har bir yangi dasturi o'ziga xos hujjatlarni talab qilishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq ro'yxatni so'rab oling. Barcha hujjatlarning nusxalarini tayyorlab qo'yishni unutmang. Asl nusxalarni o'zingizda saqlang va faqat nusxalarni topshiring. Aslarini esa ko'rsatish uchun tayyor turing. Qanday ariza yozish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limida sizga standart shakldagi ariza blankasi taqdim etiladi. Uni to'ldirishda xodimlardan yordam so'rashdan tortinmang. Arizada o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, FH pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, pensiya guvohnomasi raqamini, bank hisob varag'i ma'lumotlarini aniq va to'g'ri ko'rsatishingiz lozim. Arizada qo'shimcha to'lovni olish uchun asos bo'lgan sababni qisqacha va tushunarli qilib yozing. Masalan, yolg'iz yashovchi pensioner sifatida oilamda nogironligi bor shaxsni parvarish qilayotganim sababli. Agar ilovada hujjatlar ro'yxati bo'lsa, uni to'liq ko'rsating. Ariza to'ldirilgandan so'ng uni 2 nusxada chop etib, bir nusxasini pensiya jamg'armasi xodimiga topshiring va ikkinchi nusxasiga qabul qilinganligi to'g'risidagi belgi, sana, imzo, shtamp qo'ydirib o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning arizangiz qabul qilinganligining tasdig'i bo'ladi. Bu jarayonni tezlashtirish uchun maslahatlar: oldindan telefon qilib qabul soatlarini va kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlashtiring. Barcha hujjatlaringiz tartibli va tayyor holatda bo'lsin. Agar sizda savollar tug'ilsa, so'rashdan tortinmang. Har qanday noaniqlik keyinchalik muammolarga olib kelishi mumkin. Murojaat qilishda xushmuomala va sabrli bo'ling. Jarayon ba'zan biroz vaqt talab qilishi mumkin. Agar arizangiz rad etilsa, sababini so'rab, yozma javob oling. Bu kelajakda shikoyat qilish yoki kamchiliklarni bartaraf etish uchun asos bo'ladi. Esda tutingki, bu sizning haqqingiz va uni olish uchun faol bo'lishingiz kerak. Davlat tomonidan taklif qilinayotgan bu imkoniyatdan samarali foydalaning. Xulosa va yakuniy chaqiriq aziz tomoshabinlar. Bugun biz juda muhim va dolzarb mavzu, har bir biz juda muhim va dolzarb mavzu bo'lgan qo'shimcha to'lovlar haqida batafsil gaplashdik. Biz bu to'lovlarning mohiyatini, avvalgi tizimdan farqini, kimga tegishli ekanligini, qanday istisnolar va tuzoqlar mavjudligini va eng muhimi, bu to'lovlarni olish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerakligini chuqur tahlil qildik. Shuni yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, bu ma'lumotlar hayotingizda sezilarli o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Har bir pensioner, ayniqsa ehtiyojmand bo'lganlar uchun bu qo'shimcha moddiy yordam juda katta ahamiyatga ega. Shuning uchun bu ma'lumotlarga jiddiy yondashishingizni va kechiktirmasdan harakat qilishingizni so'rayman. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan, kerakli hujjatlarni yig'ishdan va arizani to'ldirishdan tortinmang. Bu sizning haqqingiz va siz uni olishingiz kerak. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob berdi. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa yoki ushbu to'lovlar borasida o'z fikrlaringiz, tajribalaringiz bo'lsa, iltimos ularni quyidagi izohlar bo'limida yozib qoldiring. Sizning sharhlaringiz va tajribalaringiz boshqa tomoshabinlar uchun ham juda qimmatli bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Shunda kelgusida bunday muhim yangiliklarni birinchilardan bo'lib bilib olasiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang, moddiy ahvolingizni yaxshilashga intiling. Sog' va salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha